2026 Honda Xirvi bu yangi avlod kompakt crossover bo'lib, zamonaviy dizayn, tejamkor dvigatel va ilg'or texnologiyalari bilan ajralib turadi. Yangi model yanada sportona tashqi ko'rinish, keng ichki makon va yaxshilangan boshqaruv imkoniyatlari bilan oila va yosh haydovchilar uchun eng ideal variantlardan biri sanaladi. 2026 Xirvining tashqi ko'rinishi keskin chiziqlar, keng radiator panjasi va ingichka LED faralari bilan jihozlangan. Yuqori komplektatsiyalarda 18 dyuymli disklar, orqa LED chiroqlar va zamonaviy aerodinamik elementlar qo'llanilgan. Avtomobil oldingi avlodga qaraganda kattaroq bo'lib, yo'lda yanada barqaror harakatlanadi. Salon qismi esa to'liq yangilangan. Markazda 9 dyuymli sensorli multimedia ekrani, Apple CarPlay va Android Auto qo'llab-quvvatlashi, raqamli panel va yumshoq materiallardan ishlangan interyer mavjud. Orqa o'rindiqlar keng bo'lib, yukxona hajmi ham ancha kengaytirilgan. Bu esa uzoq safarlar davomida qulaylik yaratadi. 2026 Honda Xirvi 1.5 litrli benzinli dvigatel yoki gibrid versiya bilan taqdim etiladi. Gibrid versiya tejamkorligi bilan ajralib turib, shahar sharoitida juda kam yonilg'i sarflaydi. Chift avtomatik transmissiyasi silliq tezlanish va qulay boshqaruvni ta'minlaydi. Yangi osma tizim tufayli avtomobil notekis yo'llarda ham yumshoq harakatlanadi. Xavfsizlik borasida Honda Sensing tizimi standart bo'lib, adaptiv kruz nazorat, avtomatik tormozlash, yo'lni ushlab turish funksiyasi va ko'plab boshqa himoya tizimlari bilan jihozlangan. Bu Xirvini o'z segmentida eng xavfsiz modellar qatoriga kiritadi. Umuman olganda, 2026 Honda Xirvi zamonaviy texnologiya, tejamkorlik va ishonchlilikni birlashtirgan ideal urban crossover. Kundalik hayot, oila va uzoq safarlar uchun juda mos bo'lgan ushbu model yangi avlod haydovchilari orasida katta qiziqish uyg'otishi shubhasiz.